arzonga qo'ygan mashinalarning bir xil vaqtlari bir kunlab sotilmay qolib ketadi. Sotilgandan keyin ertasi kuni boshlaydi. Voy, o'sha mashinani sotib qo'yibsiz, uni telefon qilaman dedim. Xuddi o'shanaqa mashinadan yo'qmi deb. Odamlar biza o'ziga ishonmaydi. Nimaga arzon? Buni bir nimadir aybi bor. Endi to'g'ri aybi bo'ladi. Aybi nima bo'ladi? Mashinani kraskasi bo'lsa, urilgan bo'lsa, narxi arzon bo'ladi. Arzon bo'lganda ham juda ham arzon bo'ladi. Imini mana shu Zikr Doristalingni pulidan ham arzonga qo'yib beraman. Ristaling 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Bor yo'g'i 16 ming yurgan, yu pozitsiyada 3 sekundda 100 ga chiqayotgan 789 ta ot kuchilik, eng full xullas, pnevmadan tortib gazoviy panorama, avtodver, davodchik, hamma narsasi bor. Xo'p, ana krilosda kraska bor ekan. Mana bu krilosda kraska bor ekan, kapotida pitno bor ekan. Bitta eshigida kraska bor ekan. Bo'lgan narsasi shu, lekin narxi ishoninglar o'ta darajada arzon bo'ladi. Aytdim-ku, eskicha Zikrda pulidan ham arzonga bor. Yo'q, 16 ming yurgan. Z Sport diskalar, 22 lik Pirelli balon, 6 ta Porsche'lik super, perforatsiyalik Brembo tormoznoy sistema, katta nimalarda liderlarigacha bor. Avtodver davodchilar o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Pamit sideniya, abduf, abagrev, massaj, 28 ta kalonkalik, hidab displey deysizmi, 4 ta palsada bunday qilsangiz qayriladi. Gazoviy panorama, xullas hamma narsasi bor. 16 ming yurgan. Mashina haydashga tayyor. Seriozniy udar yo'q dedi, egasini aytishi bo'yicha bemalol kelib ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi akalar. Xullas narxini aytaman, mayli videoni cho'zib o'tirmay, 38700 bo'lsa mana shu mashinani berib yuborlar ekan. 38700 ga akalar ulgurib qolinglar. Oq rangda haydashga tayyor xullas. 38700 ga nima olasizlar yana? Bosib yuboringlar. Maslahatlashib ham o'tirayotgan joyi emas bu mashinalarni. 38700 ga Zikr 001 restyling.